yordamchilar mavzusini mustahkamlaymiz. 3 xil metod orqali o'quvchilar. Birinchisi qochgan qushlar qafasi, ikkinchisi olma metodidan. Bunda tushuntirib o'taman. Aql yordamchilar so'zini bosh harfidan boshlab so'zlar hosil qilamiz. Keyingisi qochoq arilar metodidan foydalanamiz. Arilarimiz o'z inlarini tashlab, asal yiqqan ketgan va o'sha asallarni o'z inlariga joylashtiramiz. Mana qushlarimiz partalarda joylashgan, o'quvchilarimiz tayyor, arilarimiz ham mana. Demak, biz boshladik. O'quvchilarimiz arichalarni va qushchalarni o'z joyiga qaytarish boshladi. Arichalarimiz va qushchalarimiz orqasida hayotimiz davomida, ro'zg'orimizda foydalaniladigan yordamchilar, ya'ni aqlli yordamchilar so'zlari berilgan. Qani qaysi guruh tez ishlarkan? Qani? Yaxshi. Qafasimiz ham qushlarga to'lyapti. Arilarimiz ham o'z inlariga qaytmoqda. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Birinchi guruh oldinda. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Bizbalik. Qushlarimiz tushib ketmasin. Qochib ketmoqchi qushlarimiz. Juda ham yaxshi. Mana qafasimiz qushlarga to'ldi. Arichalarimiz esa o'z inlariga qaytmoqda va qaytdi. Guruhlarimiz endi qushlarimiz orqasidagi so'zlarni birma-bir o'qib beradilar. Qani Jasminaxon boshlang. Xo'sh. Kompyuter. Kompyuter. Yaxshi, Asalxon. Changyutgich. Yaxshi. Saidafzalbek. Sichqoncha. Sichqoncha. Nimani sichqonchasi? Kompyuter. Kompyuterda Saidakbar. Xo'sh. Muzlatgich. Muzlatgich. Qani? Kir mashina. Yaxshi. Bu daraxtimizda turli harfdagi olmalar berilgan. Jonibek shu olmalarda berilgan harflarni bosh harfidan aqlli yordamchilar so'zini hosil qiladi. Qani Jonibek, sen qaysi harf tanlayapsan? T harfi. Yaxshi. T harfiga oid